boshladim de. Qizlar, mana shu pistani hammasini bugundan boshlab pistaga tushamiz. Gilozni shoptog'ini to'xtatib turamiz. Shu mashina mana birinchi tagidagi boru mana, tagidagi qiyshaygan bo'lsa, mana 3 ga bo'lamiz-da mana shu shoxni. 3 ga bo'lib, ikkisini kesib tashlaymiz. Pastdagini 3 ga bo'lib turib, ikkisini kesib tashlaymiz, qoladi. Tepadagini teskarisini qilamiz. Mana maytdan o'sgan ekan, mana. Maytda mana meva shox bor ekan. Shuni 3 ga bo'lib 3 dan birini kesib tashlaymiz. Mana unaqa sal kaltaroq bo'ladigan bo'lsa, shu 3 ni olamiz xolos. Mana u katta 3 dan birini mana. Mashina qilib hamma pistani bir boshdan urib chiqamiz. O'tgan yil shunlayda bo'lsa 15-dan keyin boshlaganmiz, ha? Bu yil shunday oxira boshlayapti. Sababi o'sib ketdi pistani. Kesmasak osmonga chiqib ketib qoladi. Biz yana bir 3-4 yildan keyin nevaralardan so'kishib yurmaylik. Bobolarimiz osmonga chiqarib tashlagan ekan, u mevasini tera olmayapti. Mana shunday qilib mana shakl berib chiqamiz. O'zi shakl berib chiqqansizlar. Endi yana qaytadan chiqamiz. Tushunarlimi? Shu chekkadan baqirib keladi. Onu Gazprom tarafdan